Assalomu alaykum barchalarga. Ya'ni ko'rib turganingizdek Clash of Clans'da eng muhim bo'ladigan narsa mana shu. Bu yerdan mana hozir kechagina sotib oldim. Bu narsani sotib olganingizda shunaqa foydasi borki, joydan ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda Geroy kiyimini beradi, mana ko'rib turganingizdek. Hamma narsalar arzonlashadi. Hozir mana ko'rsatamiz. So'raylik. Mana bu narxi 11.700.000 turgan bo'lsa, 14 soat ko'rsatyapti. Agar bu narsa bo'lmasa, buni sotib olingan bo'lmasa, mana bu skidka narxi bo'lmagan bo'lsa, u yerda maksimum 10 kunni ko'rsatadi. Narxi ham 17-18 million turgan bo'ladi. Shuni sotib olinglar. Uni olgan ba'zan ko'tarilishga o'ta katta yordam beradi. U hali pullarni olganim yo'q bo'lganlar. Mana bunga kiyamdan keyin 15% arzonlash. Mana umumiy общий qabul qilganlarim mana bular. 10% skidka turibdi hozir. Hali qabul qilmaganlar mana shu yo'l. Oyi boshida olganingizlar ma'qul deb hisoblayman. Oyi boshida birinchi kunidan agar bu narsani sotib oladigan bo'lsangiz, joylarga kuyib qolmaysizlar. To o'sha 30 kun mobaynida ko'p narsani ko'tarib olasizlar. Ulgusanglar bo'ladi. Так как прям без ничего подкрепления керемес. Keyin ko'pchiligimiz buni katta bazaga albatta hujum qilamiz. Yana bir maslahat bor shu yerda. Misol maksimum maslahat beraman sizlarga. Aqlli yetadigan. Masalan, bitta pul bazaga keldingiz. 1.600.000 puli bor. Uni 100% urib tashlashingiz 50 keldi. Yo, yarmini olasiz yoki ololmaysiz. Agar yarmini olsangiz 1.600.000 turgan bo'lsa, undan 700 yoki 800 ni olasiz. Ko'p ololmaysiz. Shuning uchun maslahatim, aqlingiz yetadigan joyda 800.000 turibdimi, 1 million turibdimi? Shuni oling. Ana u qoluvchi. Самое главное, aqlingiz yetadigan joyga tushishingiz kerak. Kommentariyaga o'z fikringizni yozinglar. Qanaqadir video qilish kerak yoki obzor qilish kerak bo'lsa, birov so'z yuborsanglar, mana shuni o'zim YouTube'ga joylayman. Fikringizni, agar menda qanaqadir kamchilik, xatolar bo'lsa, o'shalarni kommentariyaga yozsanglar, Xudo xolasa har bitta insonga javob beraman.
Post postda so'radi. Bunaqa aksiyalar. Yo'lchi 1 million so'm pulni olishdan shu hozir binobachi yana hammasi to'xtatadi. Ko'pchilikni. Ko'pchilik bu ahvolda chiqadi. Evet, bo'ladi. Еще plus sizda mana 1.300.000 ga 310.000 bonus turibdi 100%li. Вообще 1.600.000 bo'lyapti. Так что qanaqadir maslahat bo'lsa nimanidir sotib olish haqida yoki yo'qotib qo'ygan akkauntinglarni tiklash haqidami nima haqida bo'lsa yozinglar, men o'shani videosini qilib chiqaman. Akkaunt qayta tiklash, boshqa hammasi haqida ma'lumotim bor. Xullas, sog' bo'lasizlar.